It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bu xinani men o'zim tayyorlayman. Mana bunaqa 100% oliy navli xinadan tayyorlanadi bu narsa. Bizda hali bu texnika yo'q. Aynan mana shu kursimizda inshaalloh Xudo xolasa mana shu o'quvchilarimga shu xinani tayyorlashni, ya'ni o'zlari tayyorlash, samazamez tayyorlashni o'rgataman. Take my eyes open to force you. Xina solihani ko'rsatib olib shunaqa chiroyli go'zal yaratib berdilar qo'llarimda. O'zbek va rus metodlari asosida o'qitadilar. Hozir ular o'zlarining kurslariga nabor ochganlar. Kurslar 3 xil formatda bo'ladi. Onlayn, offlayn va shogirdlik 10 kundan 1 oygacha davom etadi. O'zlarining yonlariga ishga ham olib qola oladilar. Bemalol bu kursda o'qib chiqqandan keyin faqat yonlarda emas, balki xohlagan joylarda o'zingizlarning rizqinglarni, noninglarni terib keta olasizlar. Yoki shunchaki o'zingizlar yoringlar uchun go'zallash, halol yo'l bilan go'zallashmoqchi bo'lsanglar ham Solih opam bilan yonlariga kelaverasizlar. Qo'lga deysizlarmi, barmog'iga, tirnog'iga, даже badanga ham xinani chizdirsanglar bo'ladi. Asosiysi tahorat o'tkazadi, suvni 100% o'tkazadi. Biz bunga ishonch bilan ayta olamiz. Mana o'qing. Xullas masalan, kam gapda ayollar sohasini ham reklama qilish alohida bo'lim bor. Chunki bizda ayol prezident bor. Ular chiqib gapirib beradilar. Bemalol nimani, qanaqa soha. Uy ro'zg'or buyumlari, gilammi yoki go'zallik sohasiga tegishli bo'lgan reklamalar umuman farqi yo'q. Kam gapda cheklovlar yo'q. Bemalol murojaat qilinglar, zo'r professional darajada reklama qilib beramiz.